ixtirolarni faqat bizni kanalimizda ko'rasizlar akalar. Qaranglar. Yuklari bilan. Mana bu narsani akalar mishalkasi bilan. Aravachalarda tokli variantlari. Eng qizig'i karalarni ham bu sohaga ishlatsa bo'laveradigan variantlarini ko'rsatamiz. Hammaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar hamda YouTube foydalanuvchilari va Yakat Uz kanalimizda ashaddiy obunachilar. Mana bugun biz Boron brendi ostida ishlab chiqarilayotgan maxsus texnikalarimiz hamda universal drobilkalarimizni video obzor qilgani Farg'ona viloyati qaytamiz aka? Qo'rg'ontepa qishlog'i. Qo'rg'ontepa qishlog'i Chimyon sanatoriyasini yonginasidagi qishloqda. Assalomu alaykum. Aka, va alaykum assalom. Yaxshimisiz aka? Sizlar yaxshimi? Yaxshimasdan. Nari boribsiz olma texnikalarni olma aka. Alloh rozi bo'lsin. Xalqimizga yaxshi, manfaatli bo'lsin deb har xildan qilib chiqaryapmiz. Niyat qilish maqsadida. Endi mana texnikalarni bu safar yana o'zgartirishlar kiritilib, yana yangicha variantlarni qilibsiz. Drobilkalarga keladigan bo'lsak, mana uni olma yirtib berasiz, aka. Ha, drobilkani katta fermer akalarimizga tezroq vaqtdan foydalanish maqsadida shunaqasini ham ikki tomonlama chiqaraveradi. Yana qo'shimcha yangilik ko'rib turibman. Palatkalarimiz akalar Liboy drobilkaga tushadi. Xoh 3 baza deysizmi, xoh 2 baza deysizmi, 1 baza deyiladi. 220. 220 deyiladi. Mana shuni og'ziga tutib qo'yasiz, changi mashina ichida qoladi. Bir 2 minut 3 minutdan keyin changi tingandan keyin olib turib masalliqlaringizni chorva hayvonlarga berilaveradi. Qo'ylarga berilaveradi. Birinchi bo'lib akalar sizlarni ko'p kuttirmaymiz. Qisqa va lo'nda mazmunli video qilib beramiz. Drobilkalarimizni hozir hammasini obzor qilamiz va eng qizig'i ichkari tomondagi assortiment ko'rib men vashi maza qilib yubordim aka. Ichkarida ham xudo xolasa aka yangiliklar zo'rini qilib qo'yganmiz. Hali hammasi oldinda, bularni hammasini bitta ko'rsatib beramiz. Xo'p, birinchi bo'lmasa akalar hozir ichkariga kirib yangiliklar ko'rsatamiz. Ikkinchi bo'lib keyin bularni ko'rsatamiz. Birinchi bo'lib mana shu drobilkalarimizni ishlatib ko'rsatib beramiz aka. Bo'laveradi aka. Qani bo'lmasa birinchi Li9 dan boshlaymizmi, BYDmi yo Gentradanmi? Birinchi aka Li9 dan boshlayveramiz. Li9 ko'pchiligiga yoqdi aka. Li9 xudo xolasa o'tgan safar sizni ham obunachilar juda ko'pchilik telefon qildi. Olib borib ishlatishyapti. Hammasi minnatdor, yaxshi rahmat aytyapti. Xudo xolasa bundalik ko'p odam kuturmaydi-da, bekorga Li9 bosmang aka. Gap yo'q lekin. Haqiqiy universal komfortniy drobilkalarimiz akalar. Xohlasalaringiz tumalag'i, xohlasalaringiz to'rtburchagi. Narxi bir xil, to'g'rimi? Bir xil. Kimga dumaloq, kimga to'rtburchak, kimga alyumin, kimga mis. Ana. Endi nima narsa chiqarib berasiz aka? Hozir aka shu Li9 modelimizda bitta makka po'yani Silus sezon. Ho'l sezon. Ho'l sezon. Ho'lni ham chiqarib ko'rsatib beraman. Bo'ldi gap. Aka bosing bo'lmasa. Mana bismillah. Ajoyib. Do'stlar ishlasini qaranglar. Yana tovaringiz bir chiqaraverarkan akalar. Hozir yana boshqa blogerimiz bor. O'chiravering aka bo'ldi. Nari blogerimizga ham olib qoldingiz-chi? Ha, blogerga. Mana akalar, ishlash xudo xolasa qanaqa. Bo'ldi ham haliga. Mana aka, chambaydaqa qilib yubordim mana, Silus. Ajoyib. Setkasiz variantda chiqariladi, ho'lda. Ho'lda bunda ham setka bor, eng katta setkada qo'ygan. Yirigida. Setkasiz variantda chiqarsa ham bo'laveradi. Xo'p. Endi aka, endi qo'y bob setkasida bitta yeryong'oqlarda, mosh proslarda chiqarib ko'rsatdim. Bo'ldi aka. Siz olib berib turing, bobo. Masalliqlarni olib berishib turing, yordamlashib turing. Ketdi aka. Keyingisiga yeryong'oq prosini olib beraman. Tamom. Yeryong'oq. Bo'ldi. Yana bunisi Sholipahol. Bo'ldi. Sholipahol akalar. Men qayishqog'i sholipahol bo'ladi akalar. Buni ham chiqarishiga gap yo'q lekin. Boshbiri. Bosing. Gap yo'q do'stlar. Assortiment bo'ldi. Mosh priz, yeryong'oq priz, somon, sholipahol hammasidan bor aka mana. Ajoyib. Qo'y bob varianti. Babachaqlar ham yuradi. Nayin qilib chiqarib berdi mana. Ham urib ham qo'ydi aka kamiga. Babachaqlar nayin qilib chiqardi. Endi narxlari nech pul edi aka bularni? Narxiga keladigan bo'lsa, buni misadmotganimiz 2.600.000 so'm. Alyumin motikanimiz 2.5 million so'm qilib beramiz. 2.5 million so'm.
Farqi yo'q. Farqi yo'q. Dumaloq Dastavkasi formachi. O'zbekiston bo'ylabmi? Dastavkasi O'zbekiston bo'ylab kelishilgan holda dastavka qilib berilaveradi. Bo'ldi. Endi BYD fason drabilkalarimiz. Endi bu BYD fasonda drabilkamiz ham bitta stilis qilib ko'rsatib beramiz. Bu ham stilis qilaveradi. Buni ham narxida bir xil, faqat xolasa tumalag'i, xolasa to'rtburchak, Xolasa tumalar, xolasa to'rtburchak. Bu ham narxi 2,5 million so'm alyuminiyat modga. Mistiga 2 million 600 ming so'm qilib beramiz. Bo'ldi. Qani yo'lni bosingchi aka. Qo'l o't chiqaradi. O'tlar chiqarib Bo'ldi, ani. bo'ladi. Mana akalar. Ozgina chiqarib ko'rsatib berdim, narsamiz bor ekan. Hozir yirik setkasi-da bu. Bu yirik setkasi. Bitta chiqarib oxirga solib bersa, haligi chay yormaydi-da. Butunicha solib bergandan ko'ra. Olasan, main setkasi qo'ysa, yana ham mayra chiqaraveradi. Gap yo'q, tushunarli. Xo'p, to'kdilaringizmi bobo? Mana shu bola shogirdingiz yomon ekan, ammo borib, mana shu shogirdingiz xudo xolasa kelajakda borib, yaxshi inson bo'ladi. Yaxshi inson bo'ladi, xudo xolasa. Ana endi aka BYDda bitta qo'y bob setkasida bitta yer yong'oq prismidan quruq narsalar chiqarib beramiz. Sholpahol chiqarib beramiz. Bo'ldi, aka, ketdik. Qarshiligimiz yo'q. Akalar drabilkalar sifatiga o'zlari baho beradi. Ana. Haqiqiy sholpahol. Bo'ron tashayapti mana drabilka, akalar. Ajoyib. Sholpahol bilan. Mana. Eng qayshog'i sholpahol bo'ladi. Siz nima aka? Bahodir aka. Tamam. Ko'rib turibsizmi? Bo'laveradi. Bu biza obunachilarni ko'pi qo'y boqadi-ku aka. Qo'y boqibga mana shu drabilka zo'r ekan lekin. Hozir buni ham setkasini aytirsa, nariga ham zo'r. Xohlovchilarga tumaloqligi, xohlovchilarga to'rtburchakligi. Bunisi udobniyroq bo'lsa kerak, menimcha, aka. Ikkovi ham udobli. Buni qozoni ham xiyor kichikroq bo'ladi. Deydi, bunkeri ham. Buniki kattaroq. Ana Li9'niki. Li9'niki kattaroq, tezligi ham bunisi tezroq. Endi Li9'da ham, aka, u. Bu BYD. Mana aka, bu ham xuddi shu. Ana, mayligini qaranglar. Sholpahol buni. Ajoyib, zo'r. Somon aka. Narxlari? Narxlari shu 2 million 600 misligi, 2,5 million alyuminiyat. Alyuminiyatga. Kimga Li9, kimga BYD, narxi bir xil. O'tgan safar rostini ayting, aka. Mana undan ko'p sotdingiz-a? Gentra fasondan. Puli yengilda bu, ha? Puli yengilroq buni. Puli yengilroq. Ko'pchilik obunachilarimizga ma'qul kelgan. Ishlashi, ammo buni ham o'shim moshni. Ketdi. Ishlatib ko'rsatdim. Bo'ldi. Ayamay solar ekanda bunga. O'g'ay. Sholpahol ham. Ha. Sholpaholmi? Ana akalar. Alyuminiyat modkaligi 1 million 800 ming so'm, misligi 2 million so'm. Ishlashi ammo 2,5 millionlik aybini beryapti-yu. Mosh bilan Tamam, ketdi, aralashtirman tovar o'rallar bor. Ana akalar. Unda aka molbo variantda chiqadi. Yirigida. Yirikroq. Qolasalar, qo'y bo'ladigan bo'lsa, main setkani qo'yib olasiz. olasiz. Main setkani qo'yib yuboraveradi. Hozir u ichkarida hozir hamma yo'qni ko'rsatamiz ammo. Xudo xolasa. Xo'p, Endi aka Li9'da. Li9 modelimizda Makka sotamdan Makka chiqarib ko'rsatdim. Bo'ldi, qani ketdi. Fotodan tashlab. Akalar, yorma holatida chiqarib ko'rsatib berdik. Soatiga o'rtacha qancha chiqaradi aka? Soatiga aka o'rtacha 200 kilo chiqaraveradi. 200 kilo, yorma holatida. Gap yo'q. Yorma holatida. Mana aka, Makka yorma holat. Ajoyib. Foto hamma saralash. Sho'jaga bersa ham bo'laveradigan bo'pti-ku, ha aka? Sho'ja bop, qo'yga kash holatda qilib berilaveradi. Xo'p, endi BYD fasonda bitta kepa qilib ko'rsatib berdim. bo'ldi gap. Aka, bosing.
Hechga gap yo'q lekin akalar. Bu drabilkamiz akalar hozir bir 20% un qilib bergan aka. Ha, shunday ekan. Qolgani misol shakar holatida. Shakar holat, un holat, aralar. Ajoyib. Mana shuni suvga tashlab atalaqa bersang bo'laveradi, sachib bersang bo'laveradi. Endi Gentra fasonli drabilkamizda dondun ham chiqarib ko'rsatib berar ekanmiz-da. Bunda ham Gentrada ham aka bitta makkani yorma qilib, bitta sotalarni ham solib, buni ham chiqarib ko'ramiz. Bo'ldi, qani. Mana salafani to'g'rilab qo'ying, bobo. Mana akalar. Yorma holatida ham o'ylaymanki, juda go'zal chiqarib berdi, ama aka. Ha, yorma holatga mana sota, makka hammasini aralashtirib, chiqarib ko'rsatib berdi. Gap yo'q. Bu ham shu yo'l quruq hammasi tanlanadi. Endi xohlovchilarga endi chorvasiga qarab turib, soniga qarab turib, agar bir 2 ta 3 ta bo'ladigan bo'lsa, o'zi aslida bu 2 ta 3 ta emas, bir 10 ta 15 ta molda ham mana shu kichkina drabilkada eplasa bo'ladi. Lekin katta haligi puli, haligi minaraq bo'lsin deganlarga mana shuni tavsiya qilamiz akalar. Xo'p, endi ichkariga kirib, ichkarini bitta obzor qilib beramiz, keyin eng ko'pchilik kutgan tashqaridagi yangilik ixtirolarimizni ko'rsatamiz. Tap apparatlar ham yasab qo'yibsiz aka. Aka, xalqimizga qiynalmasin deb mana tap apparatlar ham yasab qo'ydik. Ana. Mana kattagina to'rtta teshik bor. Gap yo'q. Buni dastavkasi kelishilgan holatda. Ha, bu ham shu dastavkasi kelishilgan holda qilib beramiz. Katta, kichik, razmer hammasi bir xilmi? Ha, hammasi bir xil aka. Nech puldan bular? Bularimiz aka 200 ming so'mdan qilib beramiz. 200 ming so'm. Ko'rachi? Ko'ramiz ham aka 150 ming so'mdan qilib beramiz. Shashlik yig'iladigan holati. Ha. Buni ham dastavkasi kelishilgan holat. Mana yem-pem, dondonlar surgani, tekis tashga joylarda, go'nglarni surgani, buni ham tavsiya qilib qolamiz. Bu nech pul aka? Bunimiz narxi aka 500 ming so'mdan qilib beramiz. 500 ming so'm surgi. Mana ularimiz nima edi? Ularimiz garelkalar. Garelka. Atrabonga, ko'mirga. Mana atrabonga bo'lsa kerak aka. Bunisi atrabonga aka. Bunisining narxi nech pul aka? Bunimiz narxi aka 800 ming so'mdan qilib beramiz aka. Hokalidi kichik. Hokalidi ham aka 800 ming so'mdan qilib beraveramiz. Narxi bir. Regulyatorlari, motorlar hammasi kattasidan qo'yilgan. Ovoz chiqarmaydi. Ham shu 800 ming so'mdan qilib beramiz. Bu tomonda assortimentlar ko'p. Hozir mana shu drabilkalarimizni yuraklarini ko'rsatamiz, keyin yana bu tomonimizni qisqacha obzor qilib qo'yamiz. Pechkalar, aravachalar. Mana shu pechkalar oldimizda ekan-ku. Ha, pechkalar ham yo'q aka. Ha, gap yo'q. Pechkalardan hozirgi yozgi sezonda pechkalar. Motorlarimizni setkalari. Motorlarimiz aka Ariol motordan qo'yamiz, drabilkalarimiz ham misatmatikali bo'ladi. Salafan, ha? Ha, pokopka yangi karkada ochiladi hammasi. 6,5 kilovat, 3,5 ga boradi yoziladi. Misol tiqilib qolsa o'zini o'zi himoya qiladi. Motor kaplavelari bor, tashlaydi o'zi. Ha, o'zi tashlab oladi. Qiz kuchanib qolsa. Kuchanib qolsa ortiqcha. Setkalarimizga keladigan bo'lsak, setkamiz. Un holat, yorma, qo'ybob, molbob. Bu ham molbobmi? Ha, bunisi bo'zobob bo'lsa, bunisi molbob. Bunda 4 ta teshiklik, bunda 3 ta teshiklik. Ajoyib. Endi har xil qaysi razmer to'g'ri kelsa, to'g'rimi? Qaysi razmerga bo'lsa, o'ziga moslab chiqara olaveradi. Mahalliylar bular aka. Bular aka kombayn segmentdan qo'yamiz. Originalda mana sertifikatlari bor. 2031-yilgacha garantiya. Pichoqni o'zida ham klassik kombayn. Serial raqamlar. Eng toza pichoqdan qo'yamiz aka, originalda. Agar misol mabodo haligi bir toshposh tushib ketib, bir sindirib yuborishi mumkin, qaba qo'yishi mumkin. Shunda pichoqlariga shikast yetib qolsa, yo temir tushib ketibdi, qattiqroq narsa. Endi ancha-munchaga bu sinmasa kerak. Toshposhga ketib qolsa, toshlar bo'lsa ijtimoiy qilmaydi. Undan kichkina toshlarga ijtimoiy qilmaydi. Pichoq sinib netmaydi. Eng qalin qattiqdan qo'yganmiz. Endi misol shikastlanib qolsa, mana bunaqani o'zidan ham qilib beraverasizmi? Ha, bor aka. Kecha kuni bitta joyda ko'rdim-da, bitta drabilkani, mana tishlari sinib ketib, temir tushib ketibdi ichiga. Tishlari sinib ketibdi, bitta ikkitasini shuni alishtirib olsa, o'zi ham alishtirib olaveradi-da. O'zi ham almashtirib olaveradi. Gaka bo'ldi bo'ladi.
yechib turib alishtirib olsalar ham Drablikamiz bo'laveradi. ham saniylargacha qo'yiladi. Ho'l quruq o'tkazmaydi, suv ham o'tkazmaydi. Ho'l chiqaraman deydigan bo'lsa, mana saniylari ham bor, ichiga qo'yilgan. Ha. Gentra fasonli drablikamiz buni ichki mexanizmi bo'ladi. Bunda 6 ta segment 9 ta malatkaga qo'yiladi. Bu pichoqlarni tevaga qaratishimiz sababi o'zini o'zi tortaveradi aka. Pastga. Pastga tortib chiqaraveradi. Mana li 9'diki. Yo, bu BY deydik. BY deydik, BY deydik ham shu 3 tadan 9 ta malatkaga bo'ladi, 12 ta segment bo'ladi. Bu ham shu ho'l quruq tanlanmaydi. Bu pichoqlari ham shu o'ziga o'zi tortadi-da, bemalol chiqaraveradi. Mana bu li 9'dikimi endi? Bu li 9'diki. Pichoq lekin kamroq bo'lishi mumkin. Lekin bitta qo'li bilan urib og'daradi, 10 ta qo'l bo'lsa kuchuk kamroq bo'ladi. Gap yo'q. Buni endi texniklar tushunadi. Ustalari biladi. Ustalar biladi o'zi. Shu 10 ta segment 6 ta malatkaga bo'ladi, lekin любой drablik ham bilan raqobatga chiqaveradi. Mahaviy desa, Mahaviyda 2 barobar o'rnini bosadi. Agar chiqara olmasa, tekinga beramiz aka buni. Ha, endi siz eksperiment qilib keyin qilgansiz, jon aka. Kattaroq qilib qilganmiz. Pechkalarimiz akalar mana hozir arzon bo'lsa kerak bular narxlari. Ha, pechkalarimiz bu yerda bir 10 xili bor. O'shandan ko'rsatib o'tiraman. Bo'laveradi aka. Mana shulardan ham bormi o'sha yerda? Bor aka. Mana akalar aravachalar bor. Aravacha kerak bo'lsa. 2 million 800 ming. 2 million 800 ming so'm. Qanchagacha yuk oladi bu? Bu aka 1 tonnagacha yuk olaveradi. Mishalkamiz 6,5 million so'm. 6,5 million so'm, 600 kilo yuk oladi. Aha. Bu hammani og'ir yemga. Yemlarni aralashtirib beradi. Silus, somon. 6,5 million so'm ekan akalar. 6,5 million so'm. Hop, bu mototsiklimizni nimasi bo'lsa kerak a? Lo'nkasi. Mototsiklimizni nimasi bo'ladi bu? Bu aravachamiz. Elektron aravachamiz, kultiva sovcharlar qiladi. 400 dollarmi buni narxi? 400 dollar bo'ladi. 400 dollar. O'zi ontaradi yo o'zingiz ontarasizmi bunda? Bu o'zi ontaradi. O'zi ontaradi, xonlar tashqarida. Uni ko'rsatamiz a? Uni ko'rsatamiz. Bu elektron muroveyimiz. Понижный skorlari ham bor. Birinchi, ikkinchi skor. Ontaradimi bu? Borimiz. Buni so'g'on og'darmaydi, faqat surgi. Surgi. Bunimizning narxi aka 850 dollar. 850 dollar. Gap yo'q. Bundan keyingisi buni og'daradigan variantlari. Bular narxi aka 8 dollardan qilib beramiz. Kompletti zaryadchilari ham yo'q qo'shib beriladi. Ha, mana bu nimalari bunday nima qilsa, bo'shatsa tortasiz. Ha, bo'ldi. Ana shu qisilib qolmasin aka, oping. Mana ontarilishini ham ko'rsatib beraylik akalar. Mana bunday ontarib turib, ha, silosni go'ng tashiysizlarmi? Fermaga, ustalarga suv ham tashda bo'laveradi aka. Suv ham chiqib ketmaydi qozondan. Adirliklarga ham chiqib ketaveradi. Adirliklarga ham chiqib ketaveradi. Bularimiz aka mana ekslov ramlarni ham o'ta qalin profillardan qilganmiz. Mana Xitoylikka qaraganda yupqa profillardan emas, qalin profillardan qilganmiz. 2 listenali profillardan qilgan, o'ta baquvvat qilganmiz. Qozonlariga kelsa, qozonlari ham aka 2 listda tayyorlaganmiz. O'zimiz shu O'zbekiston sharoitiga moslab tosh tashlasin, irg'itish boradi-yu. Eshitma bu. Teshilib, yirtilib ketmaydi. Teshilib, yirtilib ketmaydi. Xitoydagi 0.5 listda bo'lsa, biz 2 4 barobar qalin listda tayyorlayapmiz. O'zi mana bu nimani ikkinchi Xitoy qilib qo'yibsiz-da. Jon aka, bu qaranglar, assortimenti. Mana pechkalarni qaranglar. Necha xil bitta pechkalarimiz aka? Pechkalarimiz aka o'ta ko'p. Biz hammasini qo'yganmiz yo'q, yana bor. Gap yo'q ekan bor. Endi aka, bir boshdan bular narx-navolarni ayting aka. Bunimiz aka ikkita dual dorasiga qo'yadigan pechkamiz. Narxi bunisi 2 million 300 ming, oldi chiqqan varianti. To'rli lista bo'ladi, kraskalangan holati aka. Temirli kraskasi u kuymaydi, boshqa bo'lmaydi aka. Xuddi shuni oldi chiqmagan aka 1 million 900 ming so'm qilib beramiz. 1 million 900 ming so'm. Ikki varianti. Biri 30 lik bo'ladi bular, bo'yi. Bunda ovqat ham qilsa bo'lar ekan-da, qozonchasi. Ovqat ham qilsa bo'laveradi aka. Duxovka o'rnida foydalansa ham bo'laveradi. Bunisi nechi pul? Bunisi aka 1 million 900 ming so'm bo'ladi, biri 5 lik bo'ladi, ham to'rli lista, oldi chiqqan varianti. Bundan keyingisi 1 million 400 ming bo'ladi, oldi chiqmagan varianti. Bundan keyingisi mana Trenta bo'layotgan gulishturli pechkamiz. Gap yo'q. Mana bitta ichini ham ko'rib qo'ysangiz mayli. Qozon o'cha, qozon choyni ham bemalol qo'yaverasiz, ikkita qildiraylik. 900 ming so'm chiqadi. 900 ming so'm. Bunisi-chi? Bunisi aka ekonom pechkamiz. Bunisi 800 ming so'm chiqadi. Bu alohida narsami? Bu aka alohida narsa. Bu hamma pechkalarga tushaveradi, 30 litr. Nirjamanka listdan tayyorlangan bo'ladi. Narxiga kelsak 500 ming so'm bo'ladi va kranlarni ham qo'yib beramiz. Suv isib turaveradi. Suv isib qaynab turaveradi. Choyda damlab ichaveradi. Samovar qilib tashlabsiz, jon aka. Gap yo'q lekin. Shunday gap. Xolasa o'zini ham
Tayyorlab nima qilib Ekonom pechkani o'zi 800 ming so'm. o'zi ekonom pechkan 800 ming so'm, kattaroq Mhm. 60 ga 35 bo'ladi yana ham. Hop, bunisi endi aka. Bunisi aka hammomlarga tayyorlab qo'yganmiz, ham kraskalangan, tayyor. Unga tosh to'ldiradi. Hammomga olib kirib, bitta suv sachib parxona qilib Paritsa qilsa ham bo'laveradi akalar. Bo'ladi aka. Kurochalari bor hammasini. Ha, kuldonlar, ha? Ajoyib. Bunimiz narxi 1 million 200 ming so'm. Bunisi 800 ming so'm. Bunisi 800 ming, kraskalanmagan variant. Aha. Tekis holatda. Ajoyib. Assortiment serob ekan akalar. Bunisi 700 ming so'm. Bunisi 700 ming so'm. Bu yog'iga choyni chiqadi, bu yog'iga ovqat qilaveradi. ovqat ham qilaveradi. Ha, vobshe. Bunisi 600 ming Bunisi so'm. 600 ming so'm. Bunisi 700 minglik razmeri 80 ga 35 bo'ladi. Ha. 600 likniki 32 ga 70 bo'ladi. 500 minglik bor, oz joy sig'madi. Ha. 60 ga 30 bo'ladi. Mana tepadanglarchi? Tepadanglar endi katta. Bu pechkalardan aytayki 5-6 ta konteynerda cheklanmagan miqdorda bor. 3000 mingtacha pechkamiz bor. Olib sotaman degan akalarga, tadbirkorlarga yengillashtirib, kelishtirib O'zbekiston bo'yicha dasturxon qilib beraveramiz. Yashang. Bu tomonda aravachalarni ham ko'ryapman aka. Bu tomonda mana qo'yga oxirlar, mana 2 g'ildirli aravachalar, 1 g'ildirli aravachalar. Mana bular narxlari nech puldan nech pulgacha aravachalarimiz aka? Aravachalarimizni narxi aka, material balonimizni shu yerda o'zida aka 550 ming so'mdan qilib beramiz. Mana shunisini? Mana shunisini. Skuter balonimizni aka 450 mingdan qilib beramiz. Mashina balonlarimizni 500 ming so'mdan qilib beramiz. Damas balondan bo'lgan balonlar yaxshi. Qozon o'choqlar ham har xil razmerda bor. O'choqlarimiz aka 10 litrdan 250 litrgacha qalin yupqa har xilidan bor aka. Ha. Bularnichi narx-navolari nech puldan nech pulgacha? Mana 500 litr turbadan bo'lgan, qalin. Bular aka 350 ming so'm. Umrbod ishlatishadi buni. Umrbod ishlatadi, ming bo'lib qoladi aka. Bundan tevasi kichkina qalinroq to'rli listam bo'lgani bor, 250 ming so'm. Konteynerdan 150 ming so'm. Ha. Voy, kattalari 650 ming ikkalasi. Mashaalloh. Bular 80 litrli qozonlarga tushadi, 100 litrli qozonlarga 650 ming so'm. Narigisi 250 litrliga tushadi aka, 1 million 200 ming so'm. Oma u vashli stenkasi qalin, uni aka. Qalin. Mana akalar. Stenkalari qalin. Ichidagi kichkinadan aka. Konteynerda 100 litrlidiki, u 300 ming so'm bo'ladi. U ham ancha xizmat qiladi. U ham ancha xizmat qiladi. Mana banka qaynatgan kompot listalar, oyoqli o'choqlar. Kimga qanaqangi tovar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaradi. O'zbekiston bo'yicha dastakasi bor. Endi akalarga ham kelishtirib beramiz. Kelishtirib qo'yib berasiz, Donor aka. Endi aka, xudo xolasa, shu yangiligimizni bitta ko'rsataylik. Bo'ldi aka, endi bitta yangiliklar ko'rsatamiz. Aka, qilib berasiz endi. Narxi necha pul buni? Narxiga kelsak aka, $650 qilib beramiz. $650. Necha kilogacha yuk olaveradi bu oldida aka? Oldida aka, bemalol 200 kilo olaveradi. 200 kilo, ha? 100 kiloni ko'tarib turibdi aka. 4 ta shilaka blok, paddoni bilan akalar 100 kilo atrofida bor, ha? 100 kilo atrofida bor. Shuni ko'taryapti. Endi bu 200 kiloda ham bemalol olaverar ekan, xudo xolasa. Faqat tushirib chiqarishi ruchnoy ekanda, ha? Xolasa endi puligacha qo'shilib qoladi, elektrskiy ham qilib beraveramiz. Motorchi qo'shiladi unga. Ha, motorchi qo'shiladi. Shuni hisobiga izcha nima qilib qolyapti. Gap yo'q. Akalar, xudo xolasa, hammani qiziqtiradigan yangiliklar bo'pti. Bitta eng qizig'i, mana tushirishini ham bitta ko'rsatib beraylik-da. Keyin yana bitta narsa qolib ketibdi, Donor aka. Tushiring-da buni. Bo'ldi aka. Bitta tushirib ko'rsatib bering-da. Mana tushirib bo'ldi. Endi zatniga bitta yurasiz. Endi zatniga. Ha. Zatniga yuramiz. Ha, ana. Ana u aka videoda boshida aytganimiz, ikki tomonga chiqaradigan drabilkamiz esdan chiqib qolibdi. Buni yurgizib bermayapmiz aka. Aka, bu hayoldan ko'tarilib qoldi. Endi hozir buni ham bitta yurgizib ko'rsatib beramiz. Akalar, hech qayerda bo'lmagan. Videoda qizig'i qolibdi aka. Ha, bu tomonga ham chiqaradigan drabilkamizda hozir somon chiqarib ko'rsatib beramiz. Ana, pufaychalar ishda, katta. Ha, qaranglar akalar, chiqarish. Ikki tomonga ham don-don, o't qashay, qo'l quruq, to'rinda hozir aka chiqaraveradi. Gap yo'q lekin. To'g'ri? Faqat qolayotganda changiyapti xolos, ba'zan changicha chiqqani yo'q. Qolmadi. Bo'ldi. Chiqarishi ham mehki, ha? Yumshoq. Yumshoqqina chiqaryapti-ku, ha? Yumshoqqina aka. Bu L9 mi? L9 modelda drabilkamiz. Ikki tomonlama qilib qo'yibsiz. Ikki tomonlama qilganmiz. Komplektda aka
10 ta setga beriladi. 5 ta bu yog'iga, 5 ta bu yog'iga. Mana palatkalar alohida. Palatkalar alohida 350 ming so'mdan bo'ladi. Ha. Bu drabilkamizning narxi aka 3 million 200 ming so'm qilib beramiz. Ana 10 Arzon xil aka. nasatkasi bilan, 10 ta nasatkasi bilan 3 million 200 ming so'm. Bu alyuminligimi? Misligi aka. Misligi. Alyuminligichi? Alyuminligini 3 million so'm qilib beramiz. Ochinchi endi uka ichida masalada chang, o'zi 3-4 minut tursa changi bosilib qoladi akalar. Bosilib qoladi. Lekin boricha ko'rsatib beraveramiz. Mana aka, qo'y holatida chiqarib qo'yasiz aka. qo'y bob setkasi. Qo'y bob. To'xtamasdan tashalyapti. Gap yo'q. Bu tomonni ham ochib ko'rsatib bering. So'l quruq, don-dun, o't hasha, xullas hamma yoqda chiqaraveradi akalar. Bu Li9 modelda drabilkamizda 50 ta 70 ta mol deplashyapti, firmalar. 220 ga. 220 ga. Bunda aka bemalol 100 ta mol deplashaveradi. O'shuncha aytadi-da, 3 fazani qotilida-da. 3 fazani qotildi, shunga aytyapmiz aka. 3 fazani qotili 1 faza. 220 da ishlaydigan drabilkamiz. Aka hozir vaqt tejamkorlik uchun buni kattaroq qilib, teylarni ham, tevasini ham tezroq chiqarish maqsad. Gap yo'q aka. Alloh ishingizga baraka bersin. Xudo xolasa mana shunaqangi izlanishlardan to'xtamang. O'ylaymanki, qaranglar, bugun sizlarga ko'rsatgan yangiliklarimiz bu hali holvasi. Endi yangilikni doda xo'jalarini yana keyingi seriyalarimizda kutib olinglar. Kanalimizga obuna bo'lib. Bo'ronimizga ham kirib, bitta obuna qo'yinglar, bittadan like Bo'ronuz. Bo'ronuz. Bo'ronuz deb yozsalaringiz YouTube kanali, Instagram kanallari. Qanaqa nomi Instagram? U ham Bo'ronuz Instagram ham. YouTube ham Bo'ronuz. Akalar obuna bo'lib, like bosib, doimiy kuzatib turinglar. Hammaga omad, bizga ham zamon